Zamzam suviga bavul qilgan odam haqida hikoyani eshitganmisiz? Ya'ni Makka shahridagi Zamzam qudug'iga bavul qilishgan, siyishgan. Buni sababini hozirgi kunga juda ham tushadiganligi uchun bu hikoyani sizlarga aytib bermoqchiman. Hozir reels ko'rib o'tirib juda ham asablarim buzilib ketdi. Zamzam qudug'iga kuppa kunduz kuni bir kishi bavul qiladi. Bavul qiladida atrofidagi odamlar uni kelib yerga yotqizishib do'pposlashadi-da va qozini oldiga olib ketishadi. Qoziga olib borib, mana shunaqa ish qildi, Zamzam qudug'iga bavul qildi deyishganda, bu bo'lgan hikoya. Nimaga bu ishni qilding? Majnunmisan, tentakmisan yoki sana shunaqa tutqanog'ing bormi? Boyagi odam aytgan ekan, "Yo'q, men soppa sog'man. Endi men Zamzamga siyishimning sababi, men Zamzamga siydim, endi meni hamma tanib qoldi. Hamma endi meni taniydi, meni qo'li bilan ko'rsatadi, mana shu Zamzamga siygan deb. Shu tanilish uchun men Zamzam suviga, Zamzam qudug'iga siydim" deb boya qoziga javob beradi va unga o'sha o'zlarining qonunlarida belgilangan shu choralarni ko'rishadi. Nimaga bu hikoyani aytyapman? Hozir ham bizda shu Instagram, Telegram, YouTube'larda o'zi tanilish uchun o'zini har kuyga soladigan, kerak bo'lsa yarim yalang'och bo'lib kontentlar oladigan singillarimiz, o'sha ukalarimiz har xil ertaga bu narsa kelajaklaringga ta'sir qiladi. Kelajaklaringga ta'sir qiladi. Ertasizlar ham uylanishlaring kerak, yo farzandli bo'lishlaring kerak. Ertaga bu sizlarni hozirgi qiladigan ishlaring hammasi ertaga kunda sizlar afsus qilib qolmanglar deb bu videoni qilib chiqyapmiz. Instagramga har xil xanni-xunni narsalarni qo'yavermasdan kerakli ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlar, foydali kontentlarni qilishlaringni maslahat beramiz. Buni endi biz ham shu sohaga kirib kelganligimiz uchun oldin kuzatmasdik. Endi mana 2 yildan beri shu ijtimoiy tarmoqlarda ichida bo'lganligimiz uchun bularni sizlarga ilinib qo'yay dedik. Alloh uchun rozi bo'lasizlar. Hech kimni g'iybat qilib, hech kimni undaqasini iminni ko'rsatib aytishimiz shart emas, chunki har bittamizni telefonimizdan juda ham ko'rib bo'lmaydigan darajada kontentlarimiz ko'payib ketgan. Hammalaringga kattakon rahmat, bizni qo'llab-quvvatlab turganlaringga. Ushbu videoni kerakli joyga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz.